salom sizlarga o'qituvchilar shoxmaslar so'rashi bo'laman. Bu oydan to'liq mukammal o'zi 3 yilga kutubxona bilan kelishib, guvohnomamiz orqali bitta kitoblarni mustahkam o'rganishni boshladik. Shuning uchun endi ko'proq kitob bilan kundaligidan mavzularni qo'yamiz. Kimga qanaqa yoqadigan bo'lsa, o'sha kerakli bo'lgan kitoblarni shu yuridik reklamamizdan topib o'qishlarini, universitetlarni, repetitorlarni o'zlashtirib, noqonuniy yo'l bilan emas, qonuniy kundalik ro'yxatlardan o'tib, talaba, o'quvchi yoki o'qituvchi bo'lish hammamizga nasib qildi. Hammamizni balki o'ylagan niyatlarimizga yetadigan yo'llarni o'ylab topib qo'ydik. Kuzatib boringlar, yoniy kutubxona kundaligida yuridik reklamamizni kundalik ishlarini sal o'zgartirib boramiz. Sizlar bilan o'qituvchilar Shohrux Sartarosh bo'ldi.